أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر، زكاة الأموال. تجندين كان bu زكاة الرؤوس، her bir canğa töleydığan sadaka. Bunu زكاة الأموال'ın akı ulap ketibetdi. Asıl bu kitab-ı siyamın ahırda kesin bulduğun, yani tertip boyunca. Çünkü ro'za ahkamlari tugab, ro'za hayit boshlanishig'a, qildi ibodat o'g'itishga kitob siyamning oxirida kesin bo'ldi. Lekin bu zakat babi o'g'itishga mush qatorda bahs qilayotaylik debdi. Sadaqatul fitr, zakatul fitrdan mo'tildi. Fitr yani ig'iz etish. Bir oy ro'za tutib, ig'iz etish boshlangandan tortib namoz o'qish qadar berdigan sadaqa o'g'itishga shunday atalgan. Sadaqatul fitr, zakatul fitr. İki qism bor. Fitrda buni idofa qilishi shu sababiga idofa qilish debdi. Idofa ila sabab. Yani mushu zakatninki vojib bo'lishi Ramazonni oyoqlashtirib ig'iz etish bilan vojib bo'ldi emas. Yoki ro'za etning sadaqasi desak bo'ldi. Buning vojibligiga ijmo bor. Aniq hadislar kelgan ijmo bor. Ba'zi olimlar Qur'on Karimdan dalil keltirib va atu zakat dairasi kirdi. Qad aflaha man tazakka zakara isma rabbih fasalla degandek oyatlarni tazakka, ya'ni sadaqatul fitrni ba'da debmo dalil keltirgan. Oyatlarni dalil ko'rsatgan bo'lsa, lekin hadisda aniq vojib deb ko'rsatgan. Ana Hanafi mazhabda bu sadaqatul fitrning hukmi vojib. Jumhur farz deb qaraydi. Chunki ular farz bilan vojibni ayirib jumlashga Hanafi mazhabda vojib martabata bedalilin zanni degan bo'lsa, hadisda isbotlandi, shu vojib deb qaraymiz. Lekin amaliy jihatdan farqi yo'q. Ya'ni mushunga amal qilmasa gunohkor bo'ldi. Yani farzning hukmida. Allohning inkor qilgan kishini kofirdan do'qmondiq, shuningni farq chiqadi. Jumhurlarning mazhabning o'tirdi-mu, millatda ixtilof yo'q. Chunki jumhurmo zakatul fitrni vojib emas deb qaragan kishi kofir bo'lmaydi deb qaraydi. Kofir bo'lmaydiganligida hammalar ittifoq. Buningda hikmat nima? Hadislarda bayon qilishicha, birinchisi tuhratun minar rafat. Ro'za tutish jarayonida ba'zi bir til haqorat degandek g'ayrat shikoyat mushunday narsa sodir bo'lib qolgan bo'lsa, shuni tozaladigan, Ramazonni joyida qiladigan bir sadaqa degan shaklda. Ikkinchisi, ro'za kunlarida miskinlarningki xushal-xuram, muhtojlik qilmay Eidni o'tkazish uchun va tu'malil masakin. Yani bir hadisda agnuhum an suali fi hada al-yawm. Mush kunda ularni tilashga muhtoj qilmanglar degan bo'lsa, sadaqatul fitrdan hikmat shu ikkisi deymiz. قال وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية. واجبة دب إنقدام فرز دمده hür Müslümanğa nisab miqdori igiligi bor Müslümanğa dedi. Bu igilik fadilan an havajil asliye. O'ziningki kundalik turmushdagi ehtiyojidan ortiq bo'lsa, shuningga sadaqatul fitr berish vojib bo'ladi. Miqdori nisob dedi. Bunda malun nami olsun, mal g'ayri nami olsun o'xshash. Biz yuqorqi bayliqning 3 martabasida bir martabani malun nami bo'lmasimi, malun nami miqdorda nisobga ega bo'lgan kishi, kiyim-kechak biribakchi, uy saymonlar bakchi, do'kon ziminlarchi bunda bo'lib qolsa, bu ehtiyojdan ortiq bo'lsa, sadaqatul fitr berishi vojib degan. Undan keyin mishada nisob shart qilindi. Ya'ni bu boy kishi bo'lish kerak demoqchi yana demasa.
Muşu Hanifi mazhabına karşı nisab şart degeni jumhur nisab şart emas deb qaraydi. Nisab şart emas. Fakat Müslüman bo'lsa, shu kunlik yemek içmekten ortiq bir narsa bo'lib qolsa, 1 soat miqdori ortiq bo'lib qolsa, qo'lda sadaqatul fitr berishi vojib bo'ldi. Ya'ni bu o'ziga lozimlik ashlik nimada iborat desak, hayit kechasi va hayit kuni 24 soat ichida o'zi yeydigan yemek içmekten ortiq 1 soat miqdori ashlik bo'lib qolsa, qo'lda berishi lozim. Hanifi mazhabda zakatullah o'xshash. Faqat bunun farqi, buningda ma'lum nami bo'lish kerak emas. Tol degan narsa bo'lmaydi. Jumhurning dalili Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bir musulmonga sadaqatul fitrni farz qilib bekitib bergan. Buning g'ani bo'lsin, faqir bo'lsin degandek iboraning dalili. Hanifi mazhabning dalili la sadaqa illa an zahrighina dedi. Yana pulmonning zakati qiyos qilib turib, mal-mulkning zakatini nisabga yetgan iqtisodi bo'lmasa, bermaydi, shunda deb qo'yadi. Bu jumhurning qarashi bo'yicha deb aytsak, qanday bo'ldi? Hamma kambag'allar hozir sadaqat fitr beradi va sadaqat fitr oladi. Ya'ni ayni vaqtda beradi va oladi. Bo'lmasa sen sadaqat fitr beradigan faqirni shu bir kunlik tamoqqa uyda bor bo'lgan desak, hozir ham odamning bir kunlik tamoqi bor. Bu netijadan bo'ldi, ham beradi, ham oladi deydi. Bunda shulamda bo'lsa, bo'ladi. O'sh kambag'almi, yilda bir qatim bo'lsa-mu, bir sadaqa berdim degandek bir tuyg'u va kappaqson. Baylar qanda yurakdan shu julib olganda qanda ta'sir berar ekan, buning bir risk faqala sadaqa berishning lazzatini tetsun bo'limi demoqchi. Fadan an hawajil asliya kama bayyana degan shu biz baylıqning 3 martabasi var deb shuni bayon qildik demoqchi. Va shartul hurriyati yoki va sharatal hurriyata desak bo'ldi. لأن العبد غير مخاطب بها لعدم ملكه. Nima uchun hur bo'lish kerak deb shart qildi? Chunki qul sadaqatul fitr bergan deb buyurilmaydi. Chunki uningki egiligi yo'q, mulki yo'q, o'z mulkdan iborat. Val islamu nima uchun musulmon bo'lish kerak deb shart qildi? Li'annaha ibada. Bu zakat. Bu bir ibodat. Musulmon qiladi buni. Qala sallallohu alayhi vasallam fiha innaha tuhratun lis-saimi min ar-rafati. Sadaqat fitr ro'za tutgan musulmonni ba'zi bir sadga til haqoratlarning gunohidan poklaydigan narsa degan. Wa innahu muxtassun bil muslim. Ana shu tuhra, ya'ni gunohdan pok ulash va ro'za tutish mushulanmasa musulmonga xos. Val g'ina bay ulash kerak deb shart qildi. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam la sadaqata illa an zahrighina. Bay bo'lmasa sadaqa berish yo'q degan hadisga asosan. Va fi rivoyatin innama sadaqatu an zahrighina. Bay bo'lsa andan sadaqa berish bor dedi. Wal aslu fi wujubiha sadaqa fitrni anqimazat vojib dedi. Vojib bo'lishining dalili al-asl yannido dalil degan ma'noda. ما روى عبد الله بن ثعلبة ابن سعير العذري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أدوا عن كل حر وعبد صغير أو كبير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من شعير. مش حديث صدق بترنا واجب كان دليله كذا شو برا مثل طريقة كذا مش ممكن. Her bir kişiye yarım sa'dan buğday yoki bir sa' xurma yoki bir sa' arpa bilanla bir olsun, pul olsun, kichik olsun, cho'ng olsun. Va an ibn Umar radhiyallohu anhuma qala farada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakat al-fitr ala al-dhakari wal-untha wal-hurri wal-'abdi sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin. Bumu enak vacibini ko'rsatdi. Va qala sallallohu alayhi vasallam addu sadaqatal fitri an kulli hurrin 'abdin yahudiyyin aw nasrani. Hur va qul har bir kishiga sadaqat fitr beranglar. Ash qul yahudi bo'lsin, nasrani bo'lsin, qulanlan bo'lgan
sadaqa fitrini berishing lozim degan. Bu aciz bo'lish kerak. Qala an nafsihi va awladihi as-sigar. O'ziga mo berdi, kichik bolalarga mo berdi. Yani kichik bolalari deganimizda, kichik bolalarning ba'zida iqtisodi va kichik bolalar bo'lishi mumkin, iqtisodi yo'q bo'lishi mumkin. Buni aniq mazhabda ayirdi. Shayxonning nazarida avladihi as-sigar degan shu kambag'al yoki qo'l ilkida faqat iqtisodi yo'q kichik bolalar maqsad qilindi. Agar iqtisodi va bolalar qolsa, dadisi yoki uning boshqa valisi shu bolaning iqtisodidan sadaqa fitrini berib qo'ydi. Ha, dadisi aman bir o'taya desa mayli. Jumhurning qarashi shu. Imom Muhammad bu zakatul fitr degan kichik bolaga vojib emas. Chunki bu ibodat. Undan keyin buni kichik bolaning mildan birdiga shu. Dadisi endin birdi. Ash mukallaf shu o'g'in ekan, shu birdi deb turadi. Shu avlodi sigar deganda shunda bir ixtilof bor. Yana bir mazhabda. Yani ve avladi sigar al-fuqara deymiz ben. Şeyxonning qarashi shu hisob qilsak, endi qayd qilsak bo'lmaydi. Va abidihi lil-xidma. O'zga xizmat qilib turadigan qullarga hisoblab sadaqa fitr berdi. Lil-xidma deb qayd qo'yishi, agar buning 20-30 qulolab buni elib sotadigan, mal hisobi tijorat qilayotgan qulolab qolsa, buni bermaydi sadaqa fitr. Çünkü o kulla mal isavda, tovar isavda ularga zakatul amval berdi. Yani zakatul amvalni berib, undan keyin zakatul fitrni bersa, bir narsada ikki tarafdan zakat bergandek bo'lib qoldi. Shunga lil xizmat deb qaytib qo'ydi. Abid tijara olsa, uni bermaydi deymiz. Va mudabbarihi. Mudabbar mendan keyin qolsang, sen azat deyilgan qul. Aslında bir kul olup kalsa, onun berdi. Ve ummu veladihi. Ay dedekten perzent koygan bolsa, aşı dedek ummu velad olgan. Onun berdi. Ve in kanu kuffaran. Aşı kul mudabbar ummu veladla kafir olsumu berdi. Abid ve mudabbar ve ummu veladla kafir olsumu kul ilkideki aşı kullarga sadaqa fitr berdi deydi. Şimdi avladi sigarda agar cho'ng bola so'rab qolsa, cho'ng bolasiga dadi berib qo'ysa mayli. Lekin aslida u cho'ng bola o'zi berishi lozim. Ayolim shunda, ayoli o'zi berishi lozim. Agar eri berib qo'ysa, o'n bo'ldi. Wal aslu fi zalika biyadiki asas qoida, al asl ma'noda al qoida al mustamira degan ma'no keldi. Yuqorida dalil degan ma'no kelgan. Biz asl degan so'zni uch xil ma'no qildik-ku. الدليل القاعدة المستمرة المقيس عليه والأصل في ذلك أن بنك قاعدة شوكة أن سبب وجوبها رأس يمونه ويلي عليه بنا شو kişiye adak koyuşu vacip buluşunun sebebi aş kişi bakıdığan bir insan buluş gerek. Ras diyen bir şahs. Aş adam bakıdığan bir adam buluş gerek. ويلي عليه xavaldıgan bakıdığan adam bo'lsa, andın şu kişi qo'l ilkidagi shu baqadigan bolalar, xizmatchilar qarta zakat berdi. Li'annahu yasiru bi manzilati ra'sihi fi ad-dabb wa an-nusra. Chunki o shu kichik bolalarni, ojizalarni qo'dashda shuning beshi bo'ladi. Dabb mudafi'a qilish, qo'dash, nusra yordam berish. Qala sallallohu alayhi vasallam addu amman tamunun. Sizlar beqivatgan, xalavatqanlarga hisoblab sadaqat fitr beranglar deganlar. Fayalzamuhu an awladihi as-sigar. Shunda bo'lg'achqa kichik bolalarni bu baqadigan bolalar bo'lg'achqa kichik bolalarga berishi lozim. Va mamalikihi kullarga berdi, chunki kullarni baqadi. El-muslimina vel kuffar. O kullari musulmon bo'lsin, kafir bo'lsin, shu musulmon baqadigan kullar o'g'ashqa hammasiga berdi. Vel mudabbar va ummul valadi bi manzilatil abd. Mudabbar bilan ummul valad bu sab qul hisobida. Al-abd degan, al-abddan maqsad al-abdul qin. Hech qanday alayda sifat kirmagan sab qul. Mudabbar degan mendan keyin qolsang sen erken hör deyilgan qul. Ummul valad degan
xo'jayinning farzand ko'rgan dedik. Bular qulun hisobida bunun birdi. ولا تجب عن أبويه وأولاده الكبار. Ata-onasiga berish vojib emas, cho'ng farzandlarga mo berish vojib emas. Ular o'ziga o'zi berdi. Ammo endi ata-onasi berib qo'ysa, mayli. Cho'qim shu berdi demaymiz, lekin berib qo'ysa mayli. Cho'ng farzandlarga mo berib qo'ysa bo'ladi. Va zawjatihi. Ayoliga mo berish vojib emas, lekin ayoliga berib qo'ysa mayli. Ayoliga berish masalasida jumhur boshqa qaraydi. Jumhur ayolga berishi lozim, chunki ayolga nafqa qilish vojib bo'lgandan keyin baqilgan kishi mush bo'lgandan keyin berishi lozim deydi. Ya'ni bu mazhabda ayolga berishi vojib emas, lekin berib qo'ysa mayli deymiz. Bunda Imom Abu Hanifaning shu qarashi shu kuchliq. Nima uchun? Ayol kishimi shu hayit yaqinlashgan chaqda sadaqa fitr deydigan bir narsa bor. Deb o'zining yendan chiqarib, berib, sadaqa berishni bir his qilib, ibodatning ta'min etib, bunda qilish lozim. Bu xavri yo'q. Yerdan berib qo'ydi, bunda ham xavri yo'q. Bunda sadaqa fitr degan bir narsani baribunda o'tib ketib qolsa bo'lmaydi. Ayol kishimi pul xarjlashga shunda ko'nishi lozim. Ergilam yo'lni olmay ibodatning ta'min etish lozim demakchi. Va mukatabihi li'adam al-wilaya. Mukatibiga mo berish vojib emas. Chunki mukatibi hozir erkinlikka qadam qo'yib, buning ig'dochiligidan bo'shnab chiqayotgandek bir holatda. U o'zi pul topgandan keyin bir qismini mush xo'jayin akab birdigan bo'lmasa o'zi harakat qilib chiqib qolgan odam. Undan keyin uning berish vojib emas. Lekin qo'l ilgidi bo'lsa, mudabbar va ummulatdak yoki sab qul bo'lib qolsa beribdi deydi. ولو كان أبوه مجنونا فقيرا تجب عليه صدقة فطره. إن أتسى أشندا عاجز بركشيكين saran yoki faqir qul ilkid yo'q bo'lib qolsa, uni sadaqa fitrni berish lozim. Li wujudil ma'unati wal wilaya. Chunki bu ashu holatga bechora otasini xavalishi lozim. Xarajatini qilishi lozim. Shunga uning sadaqa fitrini berish lozim. Wala tajibu an hafadatihi ma'a wujudi abihim. Navlarning dadisi, ya'ni navlarning dadisi, ya'ni shu kishining o'g'li bo'lib qolsa, navlarga bermaydi, o'zining dadisi berdi. Sayn udima, agar navlarning dadisi, ya'ni bu kishining o'g'li bo'lmay qolsa, u chog'dan cho'ng dadisi navlar uchun sadaqa fitr berdi. Va qila la tajibu asla. Ajiz bir qarashda navlarga berish vojib emas deyilibdi. Wa an Abi Yusuf rahimahullah, Abi Yusuf rahmatullohi alayhi kelgan bir qarashda law akhraja an zawjatihi wa awladihi al-kibari wa hum fi 'iyalihi bighayri amrihim azzahum li'annahu ma'dunun fihi 'adatan. Ayali va cho'ng farzandlarining xavri yo'q. Shu kishi ashular qarta sadaqa fitr berib qo'ysa, ashularning sadaqa fitr berilib bo'lgan hisobda. Chunki bu eri va dadisi odatda shunday narsani berib qo'ydigan va ularni shunday ijozat qildigan bo'lg'achqa mayli deb qaraymiz debdi. Qala wa hiya nisfu sa'in min burrin aw daqiqih aw sa'u sha'irin aw daqiqih aw tamrin aw zabibin. Sadaqa fitrning miqdori qanchalik desak, buğdaydan ya buğday unidan yarim sa. Sa'ni 2 kilo 40 gram degan qarashim bor, 3 kilo 100 gram degan qarashim bor. 2 kilo 70 gram degan qarashim bor. Buğday yoki buğday unidan yarim sa birdi, ya'ni 1,5 kilodek bir narsa. Arpadan 1 sa birdi, 3 kilo atrofida. Apı unu olsun şunda, xom olsun 1 sa birdi, kishmish ya quruq uzum bo'lib qolsa shunda. Yani mush masalda jumhur bilan Hanafi mazhabning qarshi chiqmaydi. Buğday bilan kishmishdan boshqa narsalarda tamr, sha'ir degandek narsalarda 1 sa deb ijmo kelgan hamma ulamolar. Yani undan boshqasi desa
Cumhur mu yani o'xshash şu tamir bilan shayrga o'xshash. 1 soat degan, ya'ni bu mazhab buğdaydan yarım soat degan. Lekin zabib kelgan chaqda, ya'ni bu mazhabda shikil qarash rivoyat qilindi imomdan. 1 soat, yarım soat. Yani bu mazhabning qarashi İmam Avzai'nin, Leys'nin, Sufyan Savri'nin ve başka sahabe tabi'inlerden kelgan qarash. Cumhur ulamalar Hazreti Ebu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan kelgan mushahadisini dil qilib, hamma narsadan 1 soat deb turoldi. Sa'an min ta'am, aw sa'an min tamr, aw sa'an min sha'ir, aw sa'an min zabib, aw sa'an min al-aqd. Yani bu mazhab Abdullah ibn Ka'laba ibn Su'ayr radhiyallohu anhu'nun hadisine asaslanib, sadaqatul fitr sa'an min burrin aw qamhin min kulli ithnayn. İki adamga 1 soat degan mazmunda mushahadisni sadaqatul fitri muddan min al-qamh. Muddan deganmi yarım soat oldu. 1 soat mud. Farada Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaqa sa'an min tamrin aw min sha'irin aw nisf sa'an min qamh. Yani bu mazhab yani şu buğdaydan yarım soat bir kişiga hesap buldu degan mazmundagi hadislardan bir nechini dalil qilib keldi. Bu hadisning ba'zi sanatlari ojiz, bunda bo'lsin lekin hammasini to'plagan vaqtida dalillikka yaraydi. Undan boshqa sahabe kiramlardan bularni xulafa rashidindan buğdayni yarım soat deb belgilagan hadislar bo'lg'achqa Hanefi mazhab shunda qaradi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu'nun hadisi qarta Hanefi mazhabning javobi va Abu Sa'id al-Khudri biz shunda berdik deb o'zining qilgan ishini so'zlab berayotgan. Lekin mushunda ba'zan joiz ekanligini ko'rsatdi. Yani 1 soat berib qolsang joiz ekanligini ko'rsatdi. Yarım soat vojibdi, ashirroq bergandek bir ahvol demakchi. Sahih Buxoriy va Muslimda kelgan bir hadisda amara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bi zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin. Qala faja'ala an-nas idlahum muddayn min hinta. Madinada buğday yo'q deyarlik. Madinada ashliqimizda buğday yo'q. Ya arpa, yoki qo'noq, yoki xurmo. Shuni aslogan ekan, kishilardan mushu 1 soat tamr ya 1 soat sha'irga yarım soat buğday udilkidigan deb shuni tanglashtirib qilgan. Va fi rivoya fa'adala an-nasu bihi nisf sa'in min burr. Bu xuddi nima o'xshaydi? Sadaqatul fitrning qimmatini berishga o'xshab qoldi. Ya'ni ash qavmining qimmati hozir yarım soat, 1 soat qavmining qimmati yarım soat buğdayga tanglashgan. Chunki buğday Shamdan keldi, Iroq Shamdan buğday keldi. Import qilib kirdigan atva ashliq. Ve bu xuddi qimmatini bergandek. Bu mujoiz Hanefi mazhabda. Lekin qimmatini berdi deb qolsak, qanday natija chiqadi? Agar buğdayning bahosi bak arzonlar 1 soat tamirga 1 sharik buğday qilgan bo'lib qolsa, 1 sharikni berishing lozim degan mazmun chiqadi. Qimmat hisoblab qolsa. Endi ulamalardan ba'zilar Hanefi mazhabning qarashini kuchli deb qaraydi, ba'zilar jumhurninkini kuchli deb qarashi mumkin. Lekin sahabe kiramlar qimmatini berganlik aniq. Hazrat Muaviyami Madinaga kelgan chaqda shu qimmatini bergan. Yana ashadisda agnuhum an as-su'ali fi hadha al-yawm dedigo. Shehid kuni tilashga muhtoj qilmagan kambag'allarni ya'niki agar qimmatini berib qolsa, kambag'alning tilmaslik uchun taqamo munosib. Bu endi qimmatini berishga munosib gaplar. Endi hozir mush masalada tamir bilan sha'ir mushunda ijmo keldi ulamolar. Ammo buğday bilan zabibda ixtilof bo'lib qoldi. Sha'ir arpa. Amma al-burr va ash-sha'ir va at-tamr falima rawayna. Buğday, arpa va xomo miqdori kelsak, biz yuqorida rivoyat qilgan hadislarga asoslanib turib, shundoq dedi. ilgirki batdagi chiqish hadisini demoqchi. Va amma ad-daqiq an unga kelsak, hadisi unda yo'q desnama, fali annahu mithlul habbi bal ajwad. Un degan o shu danga o'xshash, balki undan yaxshi. Yani derhal eşriplam kemiz buldu, umaç yığıl buldu, derhal şoğlu buldu. Lekin danını belki derhal şurup faydalanması mümkün. Kembeğalının acitini qamdashqa en tez paydalanadigan narsa. Ve keda sawiquhuma arpulan buğdayga yasalgan talqanlarni shunda. Talqanni shuna namdaq bilan kapatsa, qo'saq to'ydi.
Bir sa bu kemchan. Kemchan unda şu buğdaydan kemchallab qalsak, hozirgi o'lchamda 3 kilo atrofida buğday sig'di. Agar shuni qilsak, undan boshqacha og'irlikda sig'ishi mumkin. Sig'imchanlik o'xshash bo'lmag'achqa. Sap undan bir sa demak shart. Yani bir sa buğdaydan chiqadigan unni emas, bir sa unning o'zi deydi. Ve amma az-zabibu quruq uzum kasak faqad ruwiya fi hadis Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu aw sa'an min zabib. Buxariy'dagi hadisda sa'an min zabib deb keldi. Shuna şu Tümezatki hesap bulduğun qarashdimi, aş hadisni oldim. Buxariy'dagi hadisni elab sa'an min zabib dedi. Nisf sa demedi. Ve ana Abi Hanife, İmam Abu Hanife'den yana bir rivayet geldi. Fi zabib. Nisf sa. Zabibga yarım sa birimiz, zabibdan yarım sa birimiz deb keldi. Nima uchun desa, li'annahu yu'kalu bi'ajamihi fa ashbaha al-hinta. Chunki bu urg'ulardan yeyilib kelgan narsa o'g'achqa, bu buğdayga o'xshash. Buğdayning ichiga shunda javhari bilan birga yeyilgan narsa o'g'achqa deyish mumkin. Yo'kanda manda desak, buning qimmatini hisoblab ko'rsak, bu buğdayga o'xshash qimmat narsa o'g'achqa, arpa qo'miga nisbatan bu qimmat o'g'achqa yarim sa birimiz deyish mumkin. An Abi Hanifa degan mush rivoyat asli Jami' Sag'irda kelgan rivoyat, zahir rivoyat emish. Va an Abi Hanifa degan aziz rivoyat emas. Lekin yuqorida Hanifi mazhabga vakillik qilgan qarash qaysa Asad ibn Amr, Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i Abu Hanifadan rivoyat qilgan qarash. Lekin nima uchun zahir rivoyatni tashlab qo'yib, rivoyatni oldi? Chunki Abu Sa'id al-Khudrining Sahih Buxoriydagi hadisi bo'lg'achqa shuni tarjih qildi Hanifi mazhab. Qala aw qimatu zalik, yoki shu bir sa ya yarim sa deb belgilangan narsaning qimmatini basin buldi. Uning qimmati puli son yoki undan boshqa turdagi ashqasi guruj desak, gurujdan basin buldi. Vaqad marra fi zakat. Mush qimmatni birish masalasi bizning mazhabimizga qarash kuchli turdiq zakatda. Shu yerda bo'lgan talash tortish dalillar hammasi mishada o'xshash. Shu bir zakat, u zakatda buning qimmatini basin bo'ldi deb qaraydi. Bizning mazhabimizga qarashi shu kuchli turdiq. Nima uchun desa, yuqoridagi zakatul ambolda uning sabablarini bayon qildik. Uni niyadimi? Bayatın degandek, sahabe kiramlar bir sa tamirning ya bir sa shairning o'rniga shuni qimmatini hisoblab yarim sa buğday bergan. İxrajul qiyma. İkincisi, aghnum an su'al fi hadha al-yawm degan hadisga asosan qimmatini bergan ahvolda kambag'alninki ehtiyoji qamdilishi texim qulay bo'lishi mumkin. Uning nisbatan bizga nisbatan va berdiganligiga nisbatan shu qimmatini berish intayin qulay. Do'kon qo'yib, un ya buğdaylab, ondan berganini shu pulni bersak, asallam vojibni ado qilgan bo'lamiz. Qala Abu Yusuf rahimahullah, ad-daqiq ahabbu ilayya min al-hinta. Buğdayni o'zini bergandan unni bergani yaxshiroq deb qarayman debdi. Va ad-darahimu ahabbu ilayya min ad-daqiq. Unni bergandan naqd pul versa texmi yaxshi deb qarayman. Kambag'aldan so'rab qolsakmi, un beraymi, sizga pul beraymiz, pul deyish mumkin. Bir sa'ninki qimmatini bilamiz. Masalan, buğday hozir kilosi 2,5 koy, 3 koy bo'lsa, natijada 3 kilo deb qolsak, 3 koy desa 9 koy. Li'annahu aysaru 'alal ghani. Mana demakchi bo'lgan kishiga mo qulay va anfa'u lil faqir. Faqir uchun mo foydali. Wal ahwatul hinta liyakhruja 'anil khilaf. Endi ünvaldan yaqzad shu belgilangan ashqni bersan bo'lmaydi. Ching tug'illi bo'lg'achqa, ular jumhur shunda turg'o, boshqa ish mazhab, ashqni o'zi berishing lozim deb ching tug'achqa, al-khuruj min al-khilaf mustahabbun degan tariqada bu talashtish, boshqalarning e'tirozi, jamiyatda g'ulg'ulash, joiz bo'lmadi, sen ado bo'lmaydi degan gapning qutulish uchun ashq bersan bu texmi yaxshi. Bu kitobda
al-ahvat dedi shunami. Yani ehtiyot jihatdan eng yaxshi shu. Lekin qaysi afzal deganda Hanafiy mazhab ulamolari ikki xil qarashda bo'lib qolgan. Yani qimmatini berish afzalmi, ashqni o'zini berish afzalmi? Ikkinisini ba'zi joiz, lekin qaysi afzal? Ulamolar qaysi kambag'alga eng foydali bo'lsa, shu afzal deganlar bor. Ba'zilar shu hadisga kelgan bo'yicha ashq berish afzal deganlar bor. Lekin Hanafiy mazhabda fatvo qimmatini berish afzal degan qarash bo'yicha berildi. Qala va la yajuzul khubzu non basa bo'lmaydi. Wal aqitu aqit bu irinchak, suzma, qurt degandek narsalar. Al mushlasilni oshliq hisobida bas bo'lmaydi. Lekin qimmati hisobida bas bo'ldi. Va la yajuzul khubzu wal aqitu illa bi'tibar al-qima. Oshliqning qimmatida qarab basa bo'ladi. Lekin oshliqning o'zi o'shaning bir savrin, bir sa non, bir sa irinchak berman desa bo'lmaydi demakchi. İlla bi'tibar al-qima li adam wurudun nass bihima. Chunki hadisda bu non va irinchak berish haqida ko'rsatma kelmagan demakchi. Lekin endi shu yuqoridagi Sahih Buxoridagi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu hadisi dediq-ku. O'sha hadisda kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallohu alayhi vasallam يوم الفطر صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر بالكيل. Rasulullah'ın ko'rsatma yo'q. Lekin sahoba kiramlar shu irimchikni berib ketgan. Buni hadis bor desak bo'ldi. Yoki Hanafiy mazhab buni ixrojul qiyma deb tushungan bo'lishi mumkin. Hadisda masalan sa'am min aqit deb yo'q. Sa'am min tamr deb pa, sa'am min sha'ir deb pa, lekin sa'am min khubzin, sa'am min haqiqatan deb yo'q. Hanafiy mazhab nasqa islag'an bo'lg'achqa yaqif haysu nas. Yo'q, daqiq ash bug'doyning jinsi shu deb qaraydigan qarashim bor. Ya'ni shu daqiq hozir bug'doy shu jinsdan desa, shu burning ichiga daqiqning kirib ketadi deydi. Ba'zi ulamolar daqiqa ayrim bir jins, bug'doy ayrim bir jins, shuni buni almashtirishda ortiq kam bo'lsa bo'ladi deydi. Bir jins deb qolsa ortiq kam almashtirsa bo'lmaydi. Lekin avvalda nas yatanavalu degandek bir mazmun. Gurjazim bo'ldi. İxrojul qiyma shaklidan. Lekin endi ba'zi ulamolar mansus deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida Madina aholisi iste'mol qiladigan oziq-tulik, xurmo, arpa shu narsa. Shu hadisda shuni qildi. Lekin har qanday jutda shu jut aholisi kam iste'mol qiladigan oziq-tulik bo'lsa bo'ldi. Masalan, Yaponiya, Indoneziya bo'lsa guruch, undan boshqa yo'q. Yani bir yerda qo'noq bo'lishi mumkin. Shunda sha'ninki asos oziq-tuligidan biridir deb qo'ydi. Qala was-sa'u 8 artal bil-Iraqi. Sa'ning miqdori keldi. Qanchalik? Hanafiy mazhabning mazhab qarshilar jumhurninki o'xshash emas. Hanafiy mazhabda sa'ning miqdori Iroq ritli bo'yicha 8 ritlga to'g'ri keldi. Ritl Iroqi degan 406 gram. 8 ni 406 gram ko'paytsak 3 kilo 250 gram bo'ldi. Ya'ni 248 yani tutilsak 250 deydi. 3 kilo chorak. Jumhurning qarashicha sa unda oz. Jumhur o'g'lining ritli 382,5 gram. Lekin bir sa 5,33 ritli bo'lg'achqa buni ko'paytsak 2 kilo 40 gram chiqadi. Navbatdan jumhurning qarashida 2 kilo 40 gram, Hanafiy mazhabining qarashida 3 kilo chorak 250 gram. وقال أبو يوسف يعني وقال أبو يوسف deganmish. Abu Yusufning qarashi jumhurning qarashi. Yani Hanafiy mazhabda hozir ikkili qarash bor. Sirt chiqmasaqmi, Hanafiy mazhabining ichida shu qarash. Ko'pincha aholi shunda. Hanafiy mazhabininki diqqat qilsanglar, Hanafiy mazhabining ichida, Hanbali mazhabning shunda, Hanbali mazhabda necha rivoyat bor Imom Ahmad.
وفي رواية عنه ده 5 xil qarashilab qolsa 5 rivoyat var İmam Ahmed. Şunga o'xshash Abdulazabda bir qarashilab qolsa İmam Matiridda sahiban Matiridda yoki Shayxan Matiridda Muhammad Matirid bunda bular islom fiqhida 2 xil qarash, 3 xil qarash bo'lsa, shu esa shu mazhabdir. Yani madrasa jamaiya bo'lgan. Ve qala Abu Yusuf 5 artalin ve thuluth ritlan 5.33 ritliga to'g'ri keldi bir sa degan debdi. Jumhur shunda qaradi. Va huwa sa'u ahli al-Madina. Bu bo'lsa Madinaning aholisi ishlab kelgan ashkamchan shu sa. Naqalu zalika an Rasululloh sallallohu alayhi vasallam khalafun an salafin. Buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonidan balısqa mushunda miras qoldirib ishlatib kelgan sa kamchanlar inib bordi shu chog'da. İmam Abu Yusuf Madinaga berib İmam Malik bilan munozirlashgan. Sa'ning miqdori to'g'ri. Munozirlashganki İmam Malik tutsalarda, ey palani sizning uyda shu bo'ldirdan qolgan, bo'sdan qolgan Rasulullohning zamonida kamchan bor akaslar degan ekan, shuni akilab kamchanlar ko'rgandan keyin Abu Yusuf rahmatullohi alayhi qaylo'g'in, mush Rasulullohning zamonidan qolgan kamchan ekan, buni muhtar bashiratul suluskan deb shuna maqarashni olgan. Va qala sallallohu alayhi vasallam sa'una asghar as-si'an. Yani bizim Madinaliklar ishlatilgan kamchan boshqa shaharliklarga qaraganda eng kichik. Shuna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilgan-ku, ey Alloh bizning sa' muddalarimizga barakat bersin. ولنا ما روى الدارقطني في سننه عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 8 أرطال. مش روايته صاع degan mush kamchan miqdorini 8 irtil degan. 8 irtildan shundan Iroqdan bilan ko'paysak 3 kilo charak chiqadi demakchi. وعمر رضي الله عنه قدر الساعة لإخراج الكفارة 8 أرطال. Hazrat Umar xalif chaqda kaffarat berish masalasida bir soatni 8 irtil deb belgilagan. Bihadrat sahaba kiramlar shu chaqda xalifa Umarning huzurida bordi, ular e'tiroz bildirmagan. Shundan bu nima o'xshaydi? Bir xil ijmo o'xshaydi. Bir soat 8 irtil barobar keldi deganda bir ijmo bor edi. Va annahu asghar min al-Hashimi. وأنه يعني الضمير Hazrat Umar zamanındaki sa' bu Sa'al Hashimi'den küçük değil. Sa'al Hashimi bu bir kamchanning turi. Xuddi bizning diyorimizda Xotanning bir chariki, Kushaning bir chariki, Qashqarning bir chariki bor. O'xshamaydi. Biz 2 kilo ortiq, 2 kilo kam, 10 kilo, 8 kilo, 13 kilo deydi. Shunga o'xshash kamchanlar bor. Bir shaharning bir shahariga o'xshamaydi. Sa'al Hashimi bu 32 irtil kildigan yoki bir chorak kildigan emas, bir chorakda kilmas. Bu sa'lashim bilan bizning munosabatimiz yo'q hozir. Faqatlamamda sa'ning turlari bor. Hazrat Umarning qilgani bu sa'lashimning kichikrakda deb qo'ydi. Qala va tajibu bi tulu'il fajr yawm al-fitr. Ana shu zakatul fitr qachon vojib bo'ladi? Bu bir xil sababul vujub deymiz. Sababul vujub peshki bo'ldi. Xuddi masalan, peshim kun tiklashib qayrilganda vaqt kirdi deganga o'xshash, sadaqa fitrini berish vojib bo'lgan vaqt ro'za kuni tong atish bilan vojib bo'ladi. Li'annahu yuqalu sadaqatul fitr. Chunki buning ismi shunday, sadaqatul fitr. Yani ro'za tutmay ig'za chiqqan chaqda berdigan sadaqa degan ma'noda. Wal fitr innama yatajaddadu bil yawmi duna al-layl. Endi ig'za ichgan, kechida ig'za ichish u ro'za tutgan gap yo'q. Shu kunduzda ig'iz ochdi, ro'za tutdi deyildi deydi. Ig'iz ochgan chaqda berdigan zakat degan ma'noda. Ramazonda 30 kun kunduzda ro'za tutgan. Endi shu Eidning birinchi kuni kunduzda ro'za tutish yo'q. Mana shu chaqda berdigan zakat demakchilik. Asli ro'za tutgan chaqda, lekin ro'zada biz ro'za tutmay ig'iz ochilgan bo'g'achqa, bu chaqda vojib bo'lgan deb tushundik. Yani ulamolar ittifoq kelgan Ramazon tugab ig'iz echishidan vojib bo'ldi deb qaraydi. Hadisda farada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zakatul fitr min Ramazon dedi. Ramazon tugab ig'iz ochsa zakatul fitr vojib bo'ldi deb qaraydi. Lekin
Muşu jınışkı bekitişte ixtilaf qilishdi. Hanafi mazhab İmam Leys shunda qaraydi. İmam Malik'tin bir rivayette bu şey kuni tang etish bilan vojib bo'ladi. Bu xuddi qurbonlik o'xshashdir. Shu kunga yetishlikdek. Shafiy mazhab, İmam Ahmadning mazhabi, İmam Malik'tin bir rivayette Ramazonning oxirgi kuni kun petishi bilan, ya'ni hayit kunning kechasi kirishi bilan deydi. Nima uchun? Chunki bu ro'zlarni ashunda ba'zilar tilaqarat gunohdan paklash uchun vojib bo'lgan narsa. Ro'z degan kun petish bilan tugaydi. Shunlar kun petishni biz fasil qilib turib, kun patgandan keyin sadaqa qilib vojib bo'ldi deb qaraymiz deydi. Nima hanafi mazhab deyishi mumkin? Bu hayit kuni chetishlik agnuhum an sual tu'matan lil masakin dedi. Bu hayit kunda kambag'allar muhtojlar qolmasin degan gap, shuni hayit kuni chetishlik deyishi mumkin. Ulamoning o'rtada shunchalik bir ixtilof bor. Qala fa in qaddamaha jaza. Biz zakatul amvoldimi burroq bir qilsa birajimkin burun bir vasiya joiz degan-ku. Ma'nodimi vaqtni bekitazir. Ro'za kuni tang etish bilan vojib bo'ldi dedi. Undan ilgari bervasa joiz dedi. Lekin ilgari deb manchilik ilgari degan gap yo'q hozir. Ilgari dedi. 10 kun ilgarimi, 1-2 kun ilgarimi, 5-6 oy ilgarimi, 11 oy ilgarimi, uning gapini qilmadi. Bu mutlaq keldi hozir. Qaddamaha deb bilan qo'ydi. Ramazonni ilgari ba'zan o'shani ishi shirkdir hozir. Zohir rivoyatda. Lekin endi shu ilgari birish degan gap aslida zohir rivoyatda kelmagan. Ya'ni imomdan Ramazondan burun, Ramazon ichida yoki mush vaqtdan burun ba'zi bo'lamdi bo'lmam deganga faqat ular ko'rsatib kelmagan. Keyindan ulamolar shunda bahs qilib ba'zilar burun ba'zi bo'ldi, bo'lmaydi deyishib, mana bu mazhabda burun ba'zi bo'ldi deb bekitdi. Li'annahu addaha ba'da sabab. Chunki şu sababul vujub tepilgandan keyin berganda. Hali bu sababul vujub desa, ikki narsa sababul vujub bo'ladi. Birisi sadaqa fitr vojib bo'lgan vaqtning kirishi, ro'za kuni tong etishi deymiz. Xuddi peshinninki vaqti kun tutlashgandan keyin shuni qayrilish sababul vujub zuhr degandek. Bu bir, ikkinchisi shu bir insonning mush vujudda bo'lishi, bir shaxsning hayotda bo'lishi sababul vujub shu. Bir inson hayot bo'lgan bununla fitr vacip deymiz. Nalki bu yerda sebep degan so'z mishada vaqtni ko'rsatishi mumkin. Yoki shu shaxs, shu inson o'sha qaddama degan ilgir bergan chaqda shu inson bormi yo'qmi bordi. Undan keyin bo'ladi. Xuddi zakatni bir yil burun bersa, shu qo'lda shu hisob bordi. Sababul vujub bordi deg'o, zakatga alato sababul vujub bordi deganga o'xshash. Mishada shu inson shu chaqda hayot bordi desakmi to'g'ri chiqadi. Sababi vujub sadaqatul fitr tepilgandan keyin bergan bo'lg'achqadi. Bu vaqt deyishimiz mumkin. Sababi vujub vaqt esa xuddi bu Ramazondek. Bu Ramazonga yetish bir ibodat. Ramazon shunda kirgandigidan xuddi sababi vujub bo'lgandek deb tushunsak bo'ldi. Yoki shu shaxs hayat bo'lg'achqa, masalan Ramazonning 5 yili bor deydi. Shu chaqda sadaqa fitr shu kishining hisobiga berilgan odam hayot bordi baxtda. Niyadim debdim va huwa ra'sun yamunuhu va yadayhi. Yani sababni hozir xuddi insonda. Shu inson mushu sadaqa fitrni ilgari surib bergan chaqda shu inson bormi yo'qmi? Shu odam halol qilgan inson, bolasi, puli bormi yo'qmi? Shu chaqda bor. Lekin tug'ilmagan bir bolaga, esa qo'saqda bir bola, bu anda qadar tug'ilib qolarmiki deb, bir oy burun bir qasho sababul vujub yo'q chaqda bergandek bir ahvol. Yani nisabga erishmay turiblam zakat chiqargandek bir ahvol. Wa qala al-Hasan ibn Ziyad, Imam Abu Hanifa'ning shogirdi, la yajuz. Yani vaqtidan burun bersa joiz bo'lmaydi. وروى نوح بن أبي مريم أنه يجوز إذا مضى نصف رمضان. رمضانның yeri o'tib ketgandan keyin, yani 15 dan keyin bas bo'ldi. Yani Nuh ibn Abi Maryam kimda? Abu Asma. Wa an Khalaf ibn Ayyub
Yecuzu fi Ramazan ve la yecuzu qablahu. Ramazanning ishida ba'sa, Ramazanning birinchi kuni bo'lsa-mu, Ramazan kirgandan keyin ba'sa bo'ladi. Ramazonda ilgari ba'sa bo'lmaydi. Lekin mushu Xalaf ibn Ayyubning mush qarashi, ya'ni mazhab fatvo beradigan qarash. Ya'ni mazhabda qaysi to'g'ri, qaysini kuchga ega qilamiz deb ulamaning har biri ba'zi buni kuchga ega qilib baqqan. Lekin ya'ni mazhabning asosan fatvo mushu deydigan qarashi Xalaf ibn Ayyubningki Ramazon ishida ba'zi bo'ldi degan qarash. Yani mush masalada ayni talash bo'ldi. Buxoriyda عن ابن عمر رضي الله عنه كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو بيومين. كانوا ديان أصحاب كرامlar صدق فطرını هيد günden bir gün iki gün burun beritti deb rivoyat qildi. Hanbali mazhabda, Maliki mazhabda Buxoriyda kelgan mushadisga asosan bir gün burun bervasi bo'ldi. Ba'zi ulamolar 3 kunga qadar eng ko'p bo'lgan 3 kun burun ba'zi bo'ldi deb qaragan. Hanbali mazhabning ba'zilari Nuh ibn Abi Maryam degandek nisf Ramazon degan. İmam Şafii Xalaf ibn Ayyub degandek min avval Ramazon degan. Hozir shu Hanifi mazhabda boshqa hamma mazhab degan qarashning hammasi bor. Ham yuqorqi masalada vaqtul vujubni bekitdi-ku. Lekin vaqtul vujubni bekitib, unda ilgari bas bo'ldi dedi. Ham bu talashlarning nima foydasi? Vaqtul vujubni talashlardan desa İki tarafdan faydası var. Birisi bunun en ağır çekini belgilsek bazı mesela Ramazan'ın ahir günü gün patkandan keyin tuğulgan bir boğ qilib qalsa. Ya gün patkandan keyin birisi Müslüman bo'ldi. Ya bir adam o'lib qoldi. Ma'noda bu talashlardan keyin natijasi ko'rildi. Samaratul xilaf shuya chiqdi. Ya'ni bu mazhabda vaqtul vujubni bekitdi-ku. Shu vaqtul vujubdan burun o'lib qolgan odam bo'lsa, yak vaqtul vujubdan keyin musulmon bo'lgan bo'lsa, ya undan keyin tug'ilgan bo'lib qolsa, ularga sadaqa fitr vojib emas. Mushunda farq anda chiqdi. Xalaf ibn Ayyub kim? Bu İmam Muhammad va Zufar, Abu Yusuf va Asad ibn Amr deganlar İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayhining 4 shogirdida o'qigan olimlardan bo'lib, bir muddat İbrahim ibn Adem bilan hamrohlab yashab ekan shogirtlar. Ham muhaddis Hakim Dattoq bu 203-yili Nishapurga kelgan. Bizning ustozlarimiz bundan hadis o'rgangan. 205-yili vafot etgan. Bu shu mashayix deymiz-ku, mashayix dedi-ku o'tganda. Shu mashayixlarning cho'nroqlari. Mashayixul Hanafiyya. Qala va in akharaha fa alayhi ikhrajuha. Bayatdan qilmasala ilgari surib berishdi. Hozir unda keyingi surish masalasi. Kechiktirib tutsa fa alayhi ikhrajuha. Kechiksimi keyin shuni berish lozim. Gadindan saqib bo'lmaydi. Li'annaha qurbatun maliyatun ma'qulatul ma'na. Chunki mushu ibodat biz ma'nisini tushunadigan ibodat. Ya'ni ma'nisi nima? Ighna'ul fuqara fi yawmil 'id. فلا تسقط بالتأخير كالزكاة. Mazmuni biz tushunadigan shunda bir ibodat bo'lg'achqa, bu kechikib qolsa-mu gazini saqib bo'lmaydi. Xuddi zakatmi, faqirlarga beriladigan yordamda bu zakatni kechikib qolsa gazini saqib bo'lmaydi. Shuning o'xshash. Bixilafil udhiya, lekin qurbonlikchi buni o'xshamaydi. Qurbonlikni shunga shu vaqtida so'yish lozim. Eğer vaqti so'ymasa, keyin so'ysa bo'lmaydi. Shunga keyin qanday qilish lozim? Qo'yni so'ymay, shu qo'yni o'zini sadaqa berish lozim. Yoki qimmatini sadaqa berish lozim. Bo'g'izlash degan gap yo'q. Nima uchun bo'g'izlash shu ayyamin nahriga chetishlik dedi. Nima uchun bu bo'g'izlash qon oqtirishni biz tushunmaymiz. Bu qon oqsa, bu ibodat bo'lishini biz tushunmaymiz. Qandoq bu qon eqitish ibodat bo'ldi. Biz uqmaymiz, lekin Alloh taolo shuni buyurgan ekan, samon va ta'atan deb taslim qilib qilgan ibodat demakchi. Bu namaz kadar bir doğru namazdan keyin kechiksa, kechikka hisobda. Namazdan keyin. Ba'zi ulamolar hayit kuni ishni bir vasang mayli, ag'numan sual fi hadal yawm degan ekan, hayit kuni ishni basang mayli.
Şu joyda ishlatgan bo'lsa deganlar bor, lekin hayit namozi chiqishdan burun bir o'tdi desak, hayit namozidan keyin ya hayit kunidan keyin kechiktiryapti deydi. Hanifi mazhab bu gardindan saqit olmaydi, shuni ado qilish lozim. Kim bilib qolsa bu qazo olmaydi, ado bo'ldi. Masal g'alati, ha? Qazo olmaydi, ado bo'ldi. Chunki zakatni biz bahs qilgan chaqda, Hanifi mazhabida bir qarashda vacib muvassa' dedi. Nima? O'lgichi ba'san ado bo'ldi. Ba'zi qarash ya kechiktirsang gunoh bo'ldi. Bu ado olmay qazo oldi deb baxtdi. Lekin Hanifi mazhabda shu kechiktirsang o'sha ado oldi degan qarash bordi. Mushunda kechiktirsang qazo olmaydi, ado oldi deb qaragan qarash Hanifi mazhab sal jalliqroq. Yana bir qarash va u jumhurning qarashi, ya'ni sadaqa fitr vacib muvassa'mu, vacib mudayyaqmu. Yani şu bir vaqt chetishlik. Xud namozning vaqtini tutib qolmasdan, shu 1 soat ichida o'rinishing lozim. Namozdan masalan yarim soat ichida o'qishing lozim. Undan keyin xutbaning vaqti kerakmi qani u qazo bo'ldi. Vaqt bekitilgan. Ramazon shunda shu 1 oy ichida tutishing lozim. Keyin Shavval o'tib ketsang u qazo bo'ldi. Yani şu vacib muvassa'mu, mudayyaqmu, mushun itlobdan mazhabda. Hanifi mazhab vakillik qilgan qarashda bu vacib muvassa'. Shunga vacib bo'lgandan keyin, yana shu hayit kuni bomdat vaqti bo'lgandan keyin o'lgichi qachon berib qolsa bu ado bo'ladi, qazo olmaydi. Kechiktirish bilan gunoh olmaydi. Ha? Kechiktirish ham makruh olmaydi deb menda. Şu ado oldu yani, şu ado qilish lozim. Ha bu qazo oldi demadi, şu ado qilish lozim. Mesela xuddi sizlar peshinni 3 soat ichida o'qishlar kerak-ku. Masalan, soat 12 dan 3gacha desak, 3 soat ichida 1 soat o'qishni ado oldi, 2 soat o'qishni 3 soat ado oldi. Bu 3 soatdan keyinchi şöyle o'lgan chaqda ba'may o'lib ketgan bo'ldi demak. Yani şu vaqtda bunu 3 soat deganimiz masalan, peshinning vaqti hozir masal fitr uchun shu umrning oxirida demak. Ma bir qarash. Yani bir mazhabda yana bir qarash bu vacib muqayyad bil vaqt. Yani vacib mudayyaq emas. Agnuhu an sual fi hadal mush kunga chetishlik bu. Mush kunda kambag'alning ehtiyojini qamdanlar, tilajunson degan bo'lg'achqa buning vaqti shu kunga chetishlik deb qaraydi. Unda anikan ikinci qarashga asosan kechiktirib o'tib qolsa gunohkor bo'ldi. Namozdan keyin birib qolsa qazo bo'ldi, ado olmaydi. Namozda deb aytilgan mushu ikinci qarashga asosan, chunki sen mush bir kunning bir qismini ba'may o'tkazatding deydi. Yani tong atgandan tortib masalan tong atgancha soat 4 bo'ldi deb qolsak, namozni soat 8 da o'qib bo'lsak, 4 soat ichida sen ig'na anusol qilmading. Kunning bir parchasini ig'na anusol qilmay, kambag'al muhtojlarga tashlab qo'yding demoqchi. Keyin bergan bo'lsangmi, lekin 5ni tortib 4 soatni sen kambag'alni muhtojlarga tashlab qo'yding. Shuni qazo bo'ldi deydi. Xuddi vaqti bo'lmagandek. Endi bu kambag'alni hayit namoziga chiqishsa ilgari, kichik bolamning hayit kiyimiga Mavo ele tushda kechda bolalarga tamoq qiladigan ashlarga ko'ngil xotirjam, xushal chiqamdi. Hayit namozi sunni tushdidan tamoqda bilan bo'larmi, nimaga ya deb munda g'am bilan chiqamdi. Ma masala. Yani ig'na an sual fi hada al-yawm mushkunning butun bir kunda, bir kunduzda ig'na qildimi yo 4 soatda ig'na qilmadim. Menda tushirmoqchi. Bu endi mazhabning siz bajmay, birisi jumhurning va birisi mazhabning var. Yani bunun ishida ikki qarash bor. Vacib muvassa, vacib muqayyad. Lekin bu kitobda Hanifi mazhab vakillik qilgan qarash, ko'proq ulamolar Hanifi mazhabini shuni tutamiz degan qarash, vacib muvassa degan qarash. Bundan keyin shu mazhabdagi qarash bo'yicha hayit kuni kichik bolasi tugab ketdi. Tugab ketsa, o'sha bolaga nisbatan zakatni cho'qim zodi o'shadan, ya'ni dadisi o'lgan qadar babisi bo'lmaydi deymiz. Bo'ldi ketdi demaymiz. Yani bu bir tarafdan kechiktirmasangmi mayli deb manda qo'yib qo'yganda ko'rangan bilan bir tarafdan zodi shuni bamsanmaydi deb bir tarafdan chinitgandek ahvol. Yoki hayit kuni tong atgan chog'da baykem bo'ladi.
namazdan kelgan bütün sermayede ayrılıp dakikada kaptı. Kembagada kaptı. Yani bu adamga sen aşu vacip bo'lgan gadinidagi zakatni zodi bersan bo'lmaydi deydi. Buni hamda ashunda vacip muvassamidayoq degan usuliy talashlar natijasida furuatda ixtiloflar paydo bo'ldi. To'liq hamma jihatdan o'xshash bo'lmaydi. Chunki ibodatda agar qiyos qilish joiz deb qolsa, bu mumkin emas. Bir ibodat yüz tushmaydi. Ko'pincha yaqinlashib qolsa qiyos qiladi. Lekin bu yerda, ya'ni bu mazhab mashada in akharaha fa alayhi ikhrajat bu mushi demak yo'g'ini kim kechikib berib qolsa bu adolatli qada emas demakchi. Yani bu qarash hozir bizning qarashimizda ya ojizdek ko'ransin yoki dalil yo'qdek ko'ransin, lekin ma kitobdagi mazmunni nima demakchi buni aniq tushunishimiz lozim. Bu xato gapni bizni qilib shu maqsad qilib xato gapni qilsin, biz buni yo'q unda emas, bu dalil undan ekan, bu da to'g'rilab igib bunda tushunib kelsak bo'lmaydi. Ojiz bo'lsa ojiz aynan shakli bir tushunib, undan keyin ma kuchliq ya ma ojiz ekan. Bu yerda hadisda usadat bunda tarjima qilamiz. قال وإن كان للصغير مال أدى عنه وليه وعن عبده منا وإن كان للصغير مال بيات عن أولاده الصغار دقة عن أولاد الصغار الفقراء دينزون مال ملك يوق فكر بالله ولا قاسا ده دسبردو ديان ماذا لكن بالله مال ملك ولا قاسا velisi bir koydu yani velisi şu balının melidin ayrı koydu demekçi. Eğer meli bulmasa dadısı üzün yendim birte. Meli bulup kalsa şeyhan ve cumhur ulema akşikbanının melidin birdu. Ve an abdihi akşikbanının kulu bulup kalsa kuluğumu akşikbanının melidin sadakatıdır birip koydu dadısı. Liannaha ma'unatun kel cinaya ve nefakatı zavca. Çünkü bu bir hiracat değil. Xuddi aşı balığa çıkımını koygandak Ajbalını mesela demek işmikine amnasını hamda koyduğum bir vasi bir çoğun adam bulup kalsa şu balının pulunu ajbalık hesap etti. Şunu okşaş. Hıracetini kıpırttı dedi. Kel cinaya. Kodda mesela bu bala bir sana aylıkınca kıvattı. Yani başını edebler göm kılıbısını sokup kalsa balının pulustan başkalığını tülüp etsin ama diyet olsun, ya konunu kesiyotken olsun, közünü kılarken olsun, şunun mal mülkünü tületti değil. Ve nefakatı zavca, mesela aşk şıkbanının ayalı olup kalsa, kıracını kıpırttı, şunu okşaş. Ya kendi o çoğun adamın ayalı kıpırtığı nefakaya okşaş bir nefaka desek mi buldu? Ve kâle Muhammed rahimahullah, la tecibu fi mâlihi kezzekâ. İmam Muhammed, bu bir ibadet. İbadet diyenini çoğun adam kullanırsa, ondan onun zekat fıtrını dadısı bir işi lazım. Yendim bir de. Şıkbalının melidin vermeydi. Vel mecnunu kesabi. Saran kişimo sebiga okşaş. Ondan ki bu mu şu ihtilaf dairesinde değil. Mal mülkü bu Müslümanda, bu Müslümanda yani. Ve yustahabbu ihracuha yevmel fıtri qablal khuruci ilal musalla. Ama bu evzel vakti. Evzel vaktini bayan koydu. Namazgahqa, eidgahqa çıkıştın burun berivetiş müstahab. Namazgahqa çıkıp bulaq şu yada bəsin buldu. Lekin çıkıştın burun bir vətsə, belki namazgahqa çıqqan çağda yada bir kembağal tıpılması mümkün. Ya kembağal burun yani çıkılsa namazını konu xatırcan oqışı mümkün. Vaqad bayyannahu fil aydayn. Eid namazı ahkamlarını bayan qilgan çağda biz bunu deb o'tgan edik. Ya bunu dadısı bir koydu. Ve şeyhanın usta sarang balınınki eğer mal mülk olup kalsa dadısı sarangın mal mülkiden ayırıp koydu dedi. Sarık fıtrını bir degan kişiler. Sarık fıtrını bizim şu zekatul amval okşaş esası okşaydı dedik o. Yani bu mezhepte malikin nisab buluş gerek dedi. Ondan keyin malikin nisab bulmagan fakirlerge bir doğru dedi. Elbette ulamalar şundan icma qilgan Müslümanlarning fakirlarga beramiz der. Lekin ahli zimmaga berandiq bayramdoq jumhur bermaymiz deydi. İmam Abu Hanifa ve Muhammed bersak bo'ldi. Yuqorida o'tdiq-ku zakatul amvaldan. Shunga o'xshash
ahli zimmiga bas bo'ldi deb qaraydi. Lekin kafirga, murtadga yoki musulmonlarga qarshi jang urush e'lon qilganlarga yoki ota-onasi yoki farzandiga, ayoliga bas bo'lmaydi. Yana zakat bilan mol bayon qilgandek, uch ashkara hujurlar musulmonlarning ko'ngliga azor beradigan gunoh ma'siyatlarni ammoy so'rovlarda tattatmaslikni qilayotganda qas qilib qolsa, bermaymiz. Bundan boshqa bu sarf fitrni, masalan biz Misrda yashat buyurib bersak bo'lamdi, yoki Yevropadagilar ba'zi shaharda kambag'al yo'qdi, sadaqa fitr beradigan. Bizning uchun ba'zi shaharda hozir sadaqa fitr beradigan kambag'al yo'q. Da'vatimiz ba'zilar hozir ham bilan turmush kafolat pulini ilaverib sadaqa fitr oldigan holatda emas ekan. Ayna bo'lsa bu zakat o'xshash qilmanmi? Bu bir zakat. Songa shu Hanafi mazhabiningki zakatul amvalni mana turli sabablar bo'lib qolsa, bir jutdan bir jutga yetkazsak bo'ldi. Masalan, ba'zi bir tuqqini yoki bakrak muhtoj yoki talibul ilm deymiz. Aslında bir ahvol bo'lib qolsa, boshqaga yetkazib bo'ldi degan qarash bo'yicha bu sadaqa fitrni boshqaga yetkazib bo'ldi. Lekin shu turayotgan jutda kambag'al bo'lib qolsa, shuni bergani yaxshi. Tarjuma an avladi sigar va mamalikihil muslimina val kuffar. Qullarga hisoblab yendan sadaqa fitr berdi dedi. Lekin kafirga berdi demadi. Hazrat Osman qo'zoqdagi balg'amo bergan bo'g'achqa Hazrat Osmanning shu ish izlarini asos qilib turib mustahab qilman. Lekin vojib emas. Bu butun dunyoga kelib bo'lgan bir insonga hisoblab turgan narsa bo'g'achqa zohiriylar qo'zoqdagi balg'amo berishing lozim. Bu inson lekin kichik inson. Dunyoda bor qo'zoqdan shirk bor deydi. Ya ehtiyojdan ortiq nisobga yetgan iqtisod bo'lsa, nisobga yetgan ma'lum nami bo'lsin, ya'ni zakatul amval berish vojib bo'lgan kishi bo'lsin, yoki ma'lum nami emas, nisobga yetgan qimmatda iqtisodi bo'lib qolsa, berish vojib. Ma'lum nami emas, demasam, uydan ish kuchi bor, o'tirdigan ish kuchi bor ekan, yo do'kondan ish kuchi bor, masalan, o'zi ochilgan do'kon, kiyim-kechakdan kasbdan bir yildan birash kuchi bor, masalan, hamma ish qilsa nisob yetib qolgan. Lekin bu ma'lum nami emas. Bu pul, masalan, tijorat to'g'ridek bir narsa emas. Lekin bu bay savdo demakchi. Shunda, ya'ni zakat berdigan ya zakat osi bo'lmaydigan bay darajasiga yetgan odam berdi. Buni boshqa ban. Ya'ni bilmasam. Jumhur kambag'al hammasi berdi, hammasi oldi. Yani hem berdi, hem oldi. Bir kamba yoldaşga yoki ko'yda bitasdan bir yurtda bo'lgan bo'lsa, masalan, ondan ashur qilsa, buni ashur bergani nafsi hisoblanadi yoki shuni ashur bergani nafsi sadaqa bo'ldi. Taman tatava xayran va xayrullah. Bu tatava hisobda. Shunga Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhuning bergan bir sa degan musulmon, ya'ni mazhab andashi yarim sa vojibdi. Bu bir saqlab tutilib oshirib bergan. Lekin qancha jiqbasa bo'ldi. Lekin Imom Shafiy sadaqatul fitrni Imom Shafiyning mashhur qarashida bu 8 ga 8 masrafga chajimiz degan qarashimiz. Bu g'alati qarashlar. Bu qanday chaqda amal qilindi? Sadaqa fitrni to'playdigan hukumat idorasi bir hay'at, bir jamiyat bo'lib qolsa, bu hammadan yig'ib necha million bo'lib ketib qolsa, ondan ashunda 8 masrafga ishlatish mumkin. Bo'lmasa bir odam sadaqa fitrni o'zining 4-5 bolalari bilan 5 kishilik, 6 kishilik berib qolsa, 8 masraf unda bo'lib, ba'sa va ig'na fiyadadan mujib chiqmaydi. Vallohu a'lam bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.